Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Komol Qahhorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarga eng yoqadigan video, eng yoqadigan rubrika kim 24 soatda ko'proq vazn yig'ish videosini finali. Va kelinglar, ko'p vaqtdan olmasdan sirazi sizlarni ishtirokchilar bilan tanishtiraman. Mani chap qo'limda o'zimizning legendarniy sostav mana shu vazn yig'ish videosini eng ko'p prosmotr bo'lgan sonini egalari. Bu albatta Nizamo, Shohrusiyeva va Azimchi. Let's go! Toshne, mani o'ng qo'limda Toshkentni oldi qizlari. Ya. Oldini bilaman qanaqaligini. Toshkentni oldi qizlari bular albatta Yunka, Rayhonmi hamda Dudo. Salom! O'zinglar bildinglar, bugun final vazn yig'ish shu bilan boshqa YouTube'ga joylanmaydi. O'shaning uchun o'rtoqlar sizlar ham hozir o'zida yaxshilab joylarga joylashib olinglar, chunki final bo'lgani uchun hamma shartlar boshqacha. Ya'ni sizlar shu paytgacha vazn yig'ishda qatnashgansizlar hammanglar va bu gal shartlar umuman boshqacha. Priz nima? Dudoshga priz qiziq ekan. Birinchi priz bizada priz bu albatta. Prosta ko'ringlar bo'ldi, keyin Ko'ringlar, biz olib ketamiz. 5 million so'm, 5 million so'm. Mana shu qizlar hamda bolalar jamoasidan kim ko'p vazn yig'adigan bo'lsa, aynan o'sha jamoa mana shu 5 million so'mni o'ziga olib ketadi. Eng qizig'ini aytaman. Final bo'lganligi uchun bu shunchaki eng oddiy sovg'alardan biri. Ya'ni bugun yutgan jamoaga kanalimiz davomida qo'yilgan eng katta sovg'a bor. Navoda yutqizib bersa, bizni yutdik, yo anaqa qilaveramiz, yutqizib bergan bo'lamiz. Yo qaranglar, bizni to'xtanglar, bizni yutqizib beramiz. Priz bo'lish oladi. sizlar yutqizasizlar, bo'ldi, olib ketamiz. Bo'ldi, biz olib ketamiz. Agar sizlar yutsanglar, biz yutqizib bergan bo'lamiz. Oz mazzami? Azon nima raqobat qismayapsiz? Raqobat his qilyapman. Tak, ikkinchi priz qanaqa? Ikkinchi prizni men aytolmayman sizlarga, ikkinchi prizni videoning oxirida bilib olasizlar. Hozir bo'lsa, mana shu barabanning ichida 4 xil ovqat turi bor va ikkita jamoa o'zingizlarga bitta ovqat turini tanlashinglar kerak bo'ladi. Ovqat turlarini aytib o'taman. Birinchisi turk taomi, milliy taomlar, fast food va pan Osiyo ovqati. Pan Osiyo. Yoqtilik. Tam sushi, ramyon. Bular olaversin. Bizga sutchisiz. Yo, sizlar tanlaylar. Aqlli o'qibsizlarmi? Mana bizni tanlaylik. Sizlar tanlaylar. Bizlar birinchi aytdikmi, sizlar tanlaylar. Sizlarning hurmati bor. Namuncha, nima namuncha? Tanlaydi. Aziz Alisov birinchi. Ya, shohir tanlaydi, men shu turaman. Ya, qizlar tanlasin. Yo, bizlar anaqa. Qizlar har doim tanlovda adashgan. Har doim adashgan tanlovda. Ana ketdi jigarim. Eng yaxshisi nima hozir bo'pti? Milliy taom. Milliy taom ushladi, jigar. Qaramaydi. Alloh. Milliy taom. Nima? Kutinga tiqdingmi? Sushi, pushi. Rostdan. Aytamiz. Guruch bilan semirsa bo'lmaydimi? Yo, Bo'ladi. Bolalar jamoasiga pan Osiyo ovqati tushdi. Xavotircha qilmanglar, nima san? Kaloriyasi kam deysan, o'tgan shirli bilan yutib Men ketding. nafas olib sevaraman, nafas olib. O'tirib. Hop, o'tirib qilarga qani? Qizlar o'tkazib qo'ydim, qaranglar. Eng yomoni pan Osiyo ovqati edi. Men sizlarga bitta narsani hal etmadim. Sizlar nega uni ovqatni nega yomonligini hali bu bolalar bilmayapti. Achchiqmi? Yo'q, o'zingizlar hali bilib olasizlar. Qaysi ovqat shuni xolosizlar. Turk fast food. Tanlaylar, ketdi, aylantirasizlarmi, bo'ldimi? Emas. Qani oching jigarim. Milliy taom tanlab oldi. Turk taomlari. Turk taomi zo'r Turk taomlari. Okey, turk taomlari. Demak, biz prizni aniqlab oldik. Kun davomida qizlar jamoasi turk taomini yeyish kerak bo'ladi. Bolalar jamoasi bo'lsa pan Osiyo ovqati. Xo'p, shartlari. Shartlarini sal keyinroq aytaman. Hozir biz albatta vaznlarni o'lchab olishimiz kerak. Let's go. Har doim qanaqa bo'lardi videomiz? Sizlar ko'chaga chiqib ketardinglar, ovqatlanardinglar va qaytardinglar, to'g'rimi? Endichi? Bu gal boshqacha. Zakaz qilamiz. Lavkadan. Sizlar bugun o'zingizlar ovqat tayyorlaysizlar. Voy! Ramyon gir. Unga. Sizlar turk taomi qanaqa tayyorlaysizlar? O'zi ovqat qilishni bilasanmi? Da, noturk ovqatini qilishni biladi. Turk
Turk makto. Bolalarga qarshi bolalar ekanda. Demak, o'rtoqlar o'ylayman. Unaqa это не пойдет. Qanaqasiga ne payjot? Не пойдет. Bu yerda shartlarni diktovat qilmaysizlar, senam uzr. Ha, bu yerda shartni men qo'yaman. Нет, Sizlar нет, нет, ishtirokchi. это так не получится. Как мы же не умеем турецкую еду готовить. Bu meni muammo emas, sizlar demak vazn to'plolmaysizlar. Yo, biz pishiramiz. Shart berdim, sizlar rozi bo'ldinglar. Qiz bola qanaqa pishirishga yo'q deyapti? Ovqat qilishga yo'q. 6 ta bolalar ekanmiz dedim. Turk ovqati minimum 2 soat pishadi, говорю. Bas, bular joy oshxona emas-da. Yuragingdami? Bizlar hozir chiqib ketamiz o'yindan, lekin sizlar sразу yutasizlar. Давайте. Voy. Mehmon qilamiz-da, voy. Bitta savolim bor, qarang. Tayyor narsalarni olib kelib qilsa ham bo'ladimi? Bo'ladi, o'zinglar tayyorlasanglar bo'ldi. Ha, o'zinglar tayyorlasanglar bo'ldi. Так, знаете-то что вообще-то? Это же считается, если bizlar zakaz qilib, skоворodkani ichiga qo'yib, Qaynanang 3 ta qilasan. Qari. Yo, bez prikol emas, prikol qilmayman, hazil emas. Rostdan ham ovqat qilishga shunaqa yo'qmi sizlar? bor, lekin bu turk ovqati. Acho, nima Qiyinroq masala. Qara senga, men senga bizning logikamizni tushuntirib beraman. Yo'q-ku. Нет, hozir bularga ramyon tushgan, и ular takoy o'zidan. Xolasang sushi qilamiz. Ey, alo. Chamiz. Turk ovqatini ham qilib beramiz xolasi. Qilib ber, давай, qilib ber. Qilib berasanmi? Yo'q, qilib berasan. Faqat yeysizlar. Yo'q, qilib berasizlar. Bo'ldi, kelishdi. Xo'p, bo'ldi o'rtoqlar. Sizlarni vaqtinglar ketdi. Umumiy ovqat tayyorlab, uni yeyishinglar uchun 3 soat vaqt sizlarga. Oho. Hozir o'zida kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki 1,5 million bo'lishiga ozgina qoldi. Obuna bo'lib qo'yinglar va aytgancha, videoga like bosisham esinglardan chiqmasin. Qaysi jamoa vazn yig'ish rubrikamizning finalida bugun g'olib bo'ladi deb o'ylaysizlar? Qizlar Hozir yozib ketinglar, hozir. hozir yozib qo'yinglar va unda landi o'yin boshlandi. Let's go. Давайте bir-birimizga podeshka qilib bir-birimizni o'p tashlaymiz. Bo'lmaydimi? Bizlar boshlanadi. O'zinglar ko'rganinglardek qizlar jamoasi turk taomini, bolalar jamoasi bo'lsa pan Osiyo taomini tayyorlashlari kerak bo'ladi. Ularga kerak bo'ladigan masalliqlar ro'yxatini menga berishda hozir bo'lsa men uydan chiqmasdan turib ularga buyurtma qilib beraman. Shunchaki Yandex.Lavga kirib ishtirokchilar bergan ro'yxat bo'yicha mahsulotlarni buyurtma qilamiz. Protsess juda ham oson bo'ladi. Bolalarga ramyon kerak edi. 3 ta ramyon, qizlarga pomidor va albatta tuxum, sosiska, piyoz ham buyurtma qilishibdi, bilmadim nimaga, uni ham zakaz qilamiz mayli. Va eng oxirida bizada bu non. Buyurtmamiz bizada 243 ming so'm bo'ldi. Eng zo'r joyi shundaki, agarda zakazinglar 140 ming so'mdan oshadigan bo'lsa, Kamol 70 promo kodini ishlatsanglar, birinchi zakazinglarda 70 ming so'm chegirmaga ega bo'lasizlar. U chegirmaga men ham hozir ega bo'ldim. Buyurtma berib endi plus minus 15 daqiqa ichida buyurtmamiz bizagacha yetib keladi. Kamol, shunda Yandex.Lavda faqat masalliqlarmi? Faqat masalliqlar emas, undan tashqari tayyor ovqatlar va uyga kerak bo'ladigan mayda juda foydali narsalar ham bor. Mana bizning Yandex.Lavkadan buyurtmalarimiz yetib keldi. Sizlar ham bemalol video ostiga havola orqali o'tib, birinchi zakazinglarda Kamol 70 promo kodini ishlatgan holda uydan chiqmasdan turib o'zingizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni buyurtma qildirishingiz bo'ladi. Biz bu videoni davom ettiramiz. Ishtirokchilar, zakazinglar keldi. Qanisizlar? Demak, ishtirokchilarimiz Suya qilib qoldimi? Kuchut qilib qoladi suya. Ya, normalniy. o'rtoqlar, sizlar uje ovqat tayyorlashlik kerak. Oldingizga o'tib oling. Bo'l. Orqaga o'tib oldi. Xo'sh, qaranglar. Ey, men. Hozir oldingizda faqatgina Nizamo yetishmayapti. Lekin Nizamo safimizga qaytarkan. Bilmayman Nizamo qayerda nima qilyapti. Hozir sizlar ovqat tayyorlashga tayyorsizlar. Albatta. Nima tayyorlamoqchisizlar? Bizi ajoyib bo'lgan Ramyongir. Xo'p, sizlar nima tayyorlayapsizlar shunda? Shakshuka. Eshitganmiz shunaqa ovqat shakshuka Men eshitganmisiz? eshitganman. Anna. Yo, shakshuka bor, lekin turk taomi emas. Turk taomi. Подожди. Подожди, iltimos. Nomi boshqacha. O'shani aytayman, men turkcha, shakshuka boshqarniki. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun shakshuka deyapmiz. Agar ikkita jamoa, qizlar hamda bolalar jamoasi sizlar ovqat tayyorlashga tayyor bo'lsanglar, biz kichkina perexod qilishimiz kerak. Opa, ana bo'lmasam o'rtoqlar biza tashlaymiz emas, ishtirokchilar uje
tayyor. Rostdan ham oshxona vaybini his qilish uchun eng qizig'i men bilmayman bular qanaqa ovqat tayyorlaydi hozir. No harakat qilasizlar. Komol bitta gap aytaymi? Ha. Xalaqit qilib chiqing kadrdan. Yo'q, mayli, davayte. Sizlarga omad. Men shunchaki sizlarga podдержка berib turaman. Bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa bu. Bularni yo'qotish. Bizga faqat skоворodka kerak bo'ldi. Oshxona ayol kishilarning joyi, to'g'rimi? Da. Bo'shatib qo'yinglar, davayte. Voy, ey, bularni qozonidan o'layman. Men bu ahvolni qaranglar. O, menga ko'rsatingman buni. Men buni ahvol. Mana ayol kishi endi keldi-da, men Nima tozalab bu? Это что такое, bolalar? Ayol kishi yo'q de ofisda. Buni men uydan olib kelganman. Men bu. Uyimdagi yagona qozonim edi. Kiygan sut. U sutmas u. Nima bu? U aytmayman, no sutmas. Bu yo'q. Bular bunaqa bo'lsa, bizlar jamiyatdan nima so'raymiz? Jamiyat qozonni tozaligiga bog'liq bo'lmasa kerak. Sizlarni bilmadim, men vaysi yig'ish bilan ovoraman. Ya bitta savolda o'zi qorninglar ochdimi sizlarni? Da. Men ataylab kechasi ham ujun qilmadim, ertalab завтракан qilmadim. Знаешь что? Давай одну большую шакшуку сделаем. Da, давай. Да? Itak shunaqa qilamiz. Yema, non o'zingga oldingmi non? Nimaga yemayman? Qaysi birini olding o'zingga? Biz semirish uchun kelganmiz. To'g'risini aytaman, hech men bular yutadi deb o'ylamayapman. Bular do'st bo'lib qoldi-yu, bular jigar bo'lib qoldi-yu, qizlar bolalar. Потому что bitta do'stlik munosabati, bitta o'yin munosabati buzmaydi, to'g'rimi? Bitta do'st bizni tashlaydi. Oy! Oy. Ой, блин, я только поняла. Но вы же не такие, вы же не такие. Я не такой. Sizlar unaqa emasku-siz, to'g'rimi? Assalarim mani, shakarlarim mani. Знаете что? Где вы? Вот. Kamolda gruppani skrini bor. Men kecha hammadan so'rab chiqdim. Iltimos, hamma qora kiyim kiyib kelinglar. Kadrda chiroyli bo'ladi. И вот bugun hamma qora kiyimda keldi. Просто traurda bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Men bosh kiyimim ham yo'q edi qora. Bitta jolli ijro etmaymizmi Yunkadan? Давай, Bitta jolli. Mana, Yunka A. Mashatilla, shunaqa gaplar. Lekin o'zga. O'zgartir atrofingni shunda o'sasan. Da, manda madaniyat, espomizan. Espomizan. Kaloriya. Men dardim eshitdik hech bo'lmasa. Sen mani dardim. Bitta eshitdik, Yuneta jolli ijro. Har doim shunaqa mendan so'raysizlar. Я стесняюсь вас. Hozir hamma kuladi yana ustimda. Yo'q, kulmaymiz. Ya уже qo'yilib bo'lgan-ku platformalarga. Men bu kuladi. Вообще-то platformada 15 million YouTube'da. 15 million odam kulganmi? 15 million odamdan uyalmagan 4 ta odamdan uyalasanmi? 20 mingta odam men bilan birgalikda aytgan. Ya, ular aytmagan, u senga net. Men ham xomimday qo'yaman. Alam qilyaptimi? Ya, Alam qilyapti degan? Yunka. Alam qilyapti. Qara. Men shularni eshitaman bunaqa qilib. Yunka deyman, bosib chiqib ketaman. Я же люблю вас. Блин, Такой хорошо. Nimaga Comedy Club'da chiqmadim men bu bola? Qivizda chiqqanman, qivizda. Trapka ham yo'q ekanmi sizlarda, a? Trapka bor. Qani? Hozir Jeko nomer nechi edi? Tuxumni yudinglarmi? Tuxum yuvdinglarmi? Buni ichilamiz. Ha, tuxuymiz. Ya, unga solmang qaynashga, u ramyonga-ku. Jinnaroqmisiz? Voy o'li. Kibito qilardi mamida choyniydi. Bitta qozonda Men menga tuxumdan qilib qo'ysa, jigar pishgan tuxumda qilsa og'irroq bo'ladi, kaloriyasi ko'proq bo'ladi. Yuvdingizmi? Yo'q. Qo'lim yuvganman. Tuxumni ichiga Ya, men o'zim bilaman, o'zimni repertuarimda retseptim bilan tayyorlayman. Rayhonni kayfiyati yo'q bugun nimagadir, bilmayman nimaga. Rayhon nima bo'ldi senga? men siz qozoningizni yuvib beray. Asalim mani qozonimni yuyapti. Xo'p, bola qizlar nima gap? Yaxshimisizlar? Biz bozorga keldik. Hozir kineshkadan ana olamiz. Nima? Chimchi olamiz, chimchi. Tabu, voy, boshqacha, qanaqa qaraydi? Anu, tabiiylik bor, samimiylik bor, bilmayman. Bozor voy boshqacha-da. Onamlar bilan adamlar bozorga qilishsa, meni tashib ketishardi. Majbursiz o'sha yerda turishgacha kutib, har bitta o'tirgan odam, как будто ota-onangizni ko'rmaydi. Ana kelishdi. Soatlab turardim qoplarni o'shab. Yoki men chipchi topa olmayapman, yoki men yoshligim esdan chiqib ketib qoldi. Чеснок тоже chut добавлю, chut. Yo'q, iltimos, qo'shmasangchi. Achchig' beradi anaqa. Не надо. Chut, для вкуса вот 2 штуки добавлю. Xo'sh, tuxum necha minutda anaqa bo'ladi, qaynaydi? 7 minut 14 sekund. Нет, вы какой хотите? Ичи суёвусом, я ичи сухой буду. Suxoy. Тогда 5 минут. В смысле 5 minut?
5 minut-6 minut ichi tverdiy bo'ladi. 3 minut ichi quyuq bo'ladi. Нет. Ramyonmi? Нет, anaqa tuxum nimani aytyapman? O'zi tuxumni ramyonni ichiga tashlash kerakmi deydi, отдельно qaynatib? Ya, adilni qaynatib qilaman. Tashlash kerak, lekin qaynatib tashlsam bo'ladi, lekin qaynatib tashsa sal ichi pishmagan bo'lsa yaxshiroq ta'm beradi. Lekin Didosh bilan zo'r kelishyapsizlar. Judayam. Mana. Не вижу. Assalom. Didosh, Dadosh, men yetmayapman. Yo, yetmaydi. Nimaga bu? Ramyon? Shuni hozir bitta jamoa bo'lib ishlayapsizlarmi? Maslahat Shunga men olib. hayronman, juda. Yo, Xolasanglar. lekin oxirida pul bo'lmaydi. Yo, qara, xolasanglar shuni o'girib olamiz hozir vaziyatga. Yo, mayli. Burishib qilamiz. Samandar qani? Hozir Samandar kelsa o'zi burib oladi hammasini. Sizlarni o'zi aynitadi shu bolasizlarni. Ha, bir ham yomon bo'ldi. Yo'q. Aynitadi. Demak, bu yomon deydi, sen yo deysan. Men sizlarga eslatib qo'ymoqchiman. Nima uchun kurash Pul odamgarchilikni buz. Qo'y. Nima uchun kurashayotganinglarni eslatib qo'ymoqchiman. Siz Rayhon nima ish xos bu yerda? Vazifangiz nima hozir? Rayhonni vazifasi shu kuruvda chiroyli qiz bo'lib berish bo'ldi. Oy, asujdayu. Yo, men qozonni yuvib berdim. Ha, keyinchi? Keyin Уже qozon yuvib beryapmiz u tarafga. da. Voy. Keyin piyoz to'g'rab Ayol kishini vazifasida. Sizlar ayol kishini vazifasi. Siz qozon yuvmaysizmi uyingizda? Bir o'zingiz yashaysiz-ku? Ayol kishi bilan erkak kishi teng huquqli. Yo'q, men Qozonlarni ayol kishi so'rayapman. yuvadi. Kim qozon yuvadi uyingizda? Sizni uyingizda bir o'zingiz yashayapsiz. Kim qozon yuvadi? Ayol kishi yo'ligi uchun o'zim inakda yuvib turadi ayol kishi. Qaysi ayol kishi? Уборщицалар, к примеру. Har kuni keladimi o'boshchi? Yo, siz Inakda haftalab nima? posudani yig'asizmi, keyin Haftalab yig'ami. Haftalab yig'asizmi? Ha? Voy, aylanib ketdingmi? Turk taomida sosiska nima qilyapti? Это просто qo'shish mumkin ichkariga. Tipo mol go'shtini ham qo'shirsa bo'ladi, to'g'rimi? Да, просто mol go'shti. Sut naзванияsi turkcha. Ha, просто любой ovqat tayyorlaydi, turk taomi. Нет. Men hammaga omad tilayman, bilmadim bular nima tayyorlayapti. Ko'rsatib yuboringlar, nima bilan tuxumni chiqaryapti? Qo'l bilan? Нет. Qara nima bilan chiqaryapti? Nima bilan chiqaring? Nima bilan chiqarsin, to'g'ri. Qo'l bilan chiqazadi, hali uylanmagan, bosh qilmagan. O'to'la, biz va nihoyat o'sha opani topdik. Assalomu alaykum. Erta Chimchida. Biz sizni qidirib, bilasizmi? Qancha joydan keldik. Men sizni yoshligimdan beri taniyman. Adamlar bilan kelib, aniqlardingiz sizdan. Chimchi. Faqat oldin adam birinchi yeb ko'rardilar, keyin men yerdim. Hozir men birinchi ko'raman, siz yemaysiz. 40 million oldik. Rahmat. Davay. Ana endi biz bolaning oldiga ketdik. Men o'zim maqsadimga erishdim, chimchi oldim. Shoh, meni kut. Uzr. Nima? Qaynamagan-da, Qaynagan, просто жидкий bo'lgan. Yo, azim qayta qo'yish Kim kerak. qildi? Qo'limni yuvotdim. Tovuqinglar, tuxum. Palaqda bo'lib qoldi tuxumimiz. Jigar. Jigarim menimcha qilolmadinglar-ku ovqat. Qarang, azim. Yo, o'z mana shunaqa bo'ladi. Bunaqa bu Ichiga sovuramiz. jinnimisiz? Bo'lmasa sizlarni ichiga qo'yib, mana bitta chayingda, yana bitta qaynashga qo'yamiz. Qaynashga emas, o'sha qaynab bo'lgan keres chur. Men bichi ne men. Jigar mana shunday Pusto qo'shiramiz. pusto bo'lgandir. Shunaqa bo'lib turadi. Bir ikkita tuxumdan pusto bo'ladi. Hadi yana bittasini yorib ko'ring, bilamiz. To'xtang, qaynatib oling, o'chi. Нет, это, по-моему, вот так поделай. Pishmagan bu, pishmagan. Azim, bitta tuxum qaynata olmaysizmi? Bitta tuxumni qaynata olmayapsiz? Yo, gap bilan bo'lib 10-15 minutda qaynaydi tuxum. Нет. men 6 minut dedi menga. Qanaqa 6 minut, voy? Чтобы ichi tverdiy bo'lishi uchun Yo, u mamlakat tuxumi, etos. Перевод qilib yuboringlar, gapirayotgan gaplarini o'zbekchaga, iltimos. Qattiq bo'lish uchun. Ha, ana переводчик mana bo'ldi. Mana переводчик yumkani gapini o'zbekcha ko'rib turadigan inson. Все хорошо, mayli, o'zlaring pishiringlar, menga farqi yo'q, o'lib ketmaysizlarmi? Tarjima kerak emas degan umiddaman. Nervam chiqyapti meni, nervam уже. Men bilmasdim, Didosh bunchalik zo'r ovqat tayyorlashini. Yo, piyoz hammani qildi. Mana bu suv sifatida ham ketadi, to'g'rimi? Kerak emas. Nичего себе, kim buncha piyoz soldi, Didosh? Это mало. Как вот piyoz solganni qaranglar, bir umr piyozni solib qo'ydi. Вообще kammas. Mana pomidorga bu piyoz. Men bitta ham anaqani bitta yemayman. piyoz. Yo'q, men yemayman. Men lучше vesimni anaqa qoldiraman, men yemayman. Men buni piyoz solganni qaranglar. Shuning uchun erkaklar bitta uyga ikkita xotin olmaylar. Saksurga piyozsiz qanaqa bo'ladi? Tushuntirib beringlar menga mana shu narsani. Просто pomidor Sen o'zi. bularga emas, bunga tushuntir.
Mana buni qarang, so'ganini qarang, shuncha. Hop, bunda ol, ozginasini ol, Yo'q, bundoq qilib. olmay. Ozgina pishirib menga beringlar shu piyozinglarni. Я не буду кушать. Men ovqat yeyman. Men ovqat yeyman. Bonusda keyingi shartda yeyman. Nega yeymaysan? Потому что men piyoz yeyman. Menda piyozni borligini qara va shi ko'p bo'lib ketgan. Maydalanib ketadi-ku bu. Maydalanib ketmaydi, hozir Kilogilar yeganingizni pishsa. maydaga chiqib ketadi. O sani deb, bir kishi hammucha, hamma bir kishi uchun olib buni deb qizni yutqizadi. Keyin kommentda yurgan nima qilishadi? Hali biza ko'chaga chiqib ovqat yeyishimiz kerak. Va o'sha yerda men eng ko'p ovqat yeyman. Yo, eng qizig'i bu hali kelajakda nima bo'lishini oldindan bilaman deb o'ylayapti-da. Ну хорошо, ну. Qara bitta retseniya bor. Vitrissini. Hozir magazinga chiqib. Ana eshitdinglar. Ana bu yoqqa, nima? Ana, решение aytibman eshitdingmi? Mani magazinga chiqib pomidor olib kelamiz-da. O'ziga o'zi tanlab oladi. Alohida. O'sha bular bitta jamoa emas, o'sha alohida bular. Xohlasanglar ozgina piyozinglarni beringlar, men nonga qo'shib yeb qo'yaman. Agar bular o'zi ichki nizo bor ekan ularda. Biz yutib o'ldik. Xullas, men aralashmayman. O'zlari hal qilsin. O'zlari hal qilsin, men aralashmayman. Bo'ldi. Omadinglar bersin. Menga qara, hal qildim ishni. Ey! Yo'qki. Unda piyoz. O, hal qildim masalani. Anaqa qilaman. Hal qildim masalani. Bo'ladimi shuncha oson? Bes anaqa bo'ldi. U yer. Mana buni olib qol, undan ko'ra. Da, mana shuni o'zini pishiraylik. A это всё. Bo'ldi, u yoq kamayib ketadi уже. Aka tomin kisani kina kito. Ay, toma, ay, toma. Mana bizlarni chimchiyimiz. Kameraga. Oppa! O'rtoq, sen yo'ligingda. Men bilan bir-bir bilan urushtirib qo'ydik. Ichki nizo bo'lib qoldi, talashib qolishdi. Samandar, kech qolganingiz uchun mana shuni yarmini bizga bering. Yo'q, meni pulim emas bu, yo'q deydi bolalar. Mana idish tovoqlarni yuvib berdi. Men qanaqa qilib ham pishirishni aytdim. Sizlar ozgina petrushka bera olmayapsizlarmi? Mayli. Biz anaqa berdi sizlarga, tuz berdi ofisimizdan. Tuzimni yeb, tuzimni yutib turyaptim bari hali. Они кушают лук с хлебом. Student hayotini ko'rmagansan-da, hali. Allohimga shukr, yetkazganingga shukr. Student hayotini anaqa qilmaydi. Mana shu kunlarni ko'rganimizga shukr. Din bilan chiqib ketish yaxshi emas, yaxshi. Dindan chiqib ketish yaxshi emas. Din bilan. Nega qo'rqasiz? Kim sizni uradi? Ko'rlar, ahamiyat berdilaringmi? Har bundoq qilganda azim bundoq cho'chadi-da, ozgina. Uradi sizni. Azim cho'chadi. Yo, cho'chmaydi. Cho'chmaydi. Voy, pashli men naqrin, vashcha gapirmayman. Ay, bitta tarelka, azim. Azim sevishyapti bu yoqda. Azim, kallangga. Tarelka ber. Ты же сказал, сосиски сделай. Я сделаю. Что скажешь есть? Вам сосиски целые или порезать? Порезать, пожалуйста. Мне как удобно, а вам как удобно? Целый удобно, да? Ладно, договоримся. Bingo. Mana tuxuming to'raldi. Nima? To'g'raldim. Artildi. Ol. Mana bunisi musorga. Давай, на. Вот мусор. Уже man qo'yib berdim musorni. Hurmatli ishtirokchilar, vaqtinglar kam qoldi. 1 soat vaqtinglar qoldi. Seriozmi? 1 soat va 30 minut vaqtinglar qoldi. Hali sizlarning ovqatingiz tayyor bo'lmagan. Ovqatlanishinglar kerak hali. Давай, tez bo'ling. Давай. Qoch. Tezlashtirdi. Tezlash ketdi. Manimcha bor-ku, Samandar Shohruz videoni ko'rayotganlar hamcha like bosmadi. Bosmadi, Rayhon bitta qo'y o'zing Like bosinglar. Bitta o'zim harakat qilib ovqatlanishlaringga sallani. Oshxona emas, joying yuragingda, vaqtda, bolagingda. Yuragingga yuradigan emasman, Yuragingda qizlar uchadi. Mana oshxonada bilan joyi hammasi. 100% oshxona. Hammaning joylar 100% oshxona. Undan keyin er bilan sayohatlar, karyera boshqa narsa. No, oshxona. O'ylama, anaqa davolanib ketsan hali. Shifo beradi. Like bosib, podpisatsiya bosinglar. Qoch. Nima qanaqa suzadi? Ay. Mana birinchi ovqat tayyor olsanglar bo'ladi. Shaxsan Shohbuz ovqatini videoga olinglar. Ovqat tayyor bo'ldi, baho ber. Mayli, hozir jamiyatga qo'shasan yana. kim san asabiylashtiryapti? Men bu. Yo'q, qulog'imda qilib yotdi qulog'imga. Nima deysan? Sen nima deysan mana? Buni men boshqa tushunaman lekin.
Sen quloqlik qilishing mumkin. Nima? Degan narsani tushunaman-da. Например, bundoq qiling menga. Ha, men quloqmanmi? Qulog'imga tegyapsan-da. Ha. Quloqman bo'pti. Qo'lingga qulog'im. Jamiyatdan nima so'raymiz yana bir bor. Asad yomon qiynalasanlarga kesishlari. Buni kesish kerak emas. Prosta-chi, masalan, ko'p qizlar gapirishib chiqishadi-da, bizlar ham shortik yoki futbolka yoki nimadir kiysa, srazu o'g'illarni boshqacharoq miyasi ishlashni boshlaydi, har xil kommentariyalar bo'ladi. To'xta. Bizlar ulardan so'raymiz, iltimos, bizlar demokratik davlatda yashaymiz, odamlar xohlagan narsasini qilaveradi. Men gapirsam maylimi? Bu teng narsa, konstitutsiyamizda yozilgan, xohlagan odam xohlagan kiyimini kiyadi. Asosiysi kiyim haqida. Tipa, no. Erkak kishining shafqatini keltirasan, bu tabiat deyiladi. Demoqchiman, bizlar shu narsa bilan qo'rashib kelyapmiz, bular shu narsani yana keltiryapti. Потому что erkak kishining g'ururi bor, rashk qiladi. Siz kimdan rashk qilasiz? Bizlar bir-birimizga hech kim emas-ku-miz. Shafqatimni keltirasan unda. Qara. Bo'lmasa ko'zingizga pastga tushiring-da, bu sizning niyatingiz-ku. Men senga yomon niyat qilganim yo'q-ku. Menga emas, men o'tishim deyapman. Qizlar botoks qiladimi? Nima? Botoks qiladi. Sizlar o'ylaysizlar, bolalarga botoksli qizlar yoqadi deb o'ylaysizlar. Yo, sen qaytamisan? Bolalarga botoks qilmaymiz. O'zingiz uchun siz zalga nima uchun chiqasiz? Qizlarga yoqish uchunmi? Voy! Ovqatimiz. Ana urdi xudo. Nima yeymiz biz? Jamiyat deysa, Bidir xotin mana mashtaqa bo'ladi. Ya bolalar, iltimos, yumkani urishmanglar, men yemayman ovqat. men ham yeyman, jigarsiz yemasangiz. Men ham emas, hali emas. O'zi yesin. Mashni yomaydimi yunki? Простите, uzr. Все, men bundan buyoqqa kechib o'tiraman. Mana ayol kishini ko'ti qisish kerak. Men bu xulosga tashlayman. Baxt keraksizda, baxt. Yo, bola, davay, bola, hammamiz yordamlashamiz. Biza ko'rsatib qo'ying, to'shni biz ayol kishini qo'llab-quvvatlaymiz. Yo, yunetda normalniy, все нормально, bolalar misol uchun. Yo'q, ham bo'ldingizmi yunetda? Qo'lingga so'rasan, tegma dedim. Tegma! Bo'pti, mendan kechirim so'raysanmi yunki yo'qmi? Nimaga? Kechirim so'rab qo'ying qilgan ishlaringga. Meni xafa qilding. O'z bolalar shunaqa tez xafa bo'lib qoladi. Voy. Qizlar. Mana. Haqiqiy sizlar o'zi mana shu ish bilan shug'ullanishinglar kerak edi o'zi bugun. Halidan beri nima deyapman? Kosasini o'zi 3 ta kosamiz bor edi, 15 kishiga. Bori kosa ham jalka emas, ramyon ham jalka emas. 45 minut qaynatuvdim mana tuxumcha 45 minut. Shuncha urush va nadomatlardan so'ng bizning ramyonimiz tayyor bo'ldi. Chiroyli obzor birol kadrlarni qo'yib qo'yamiz. Men yeb degustatsiya qilib beraman. Mana yana bor-ku, bola, если Bor, voy. bu ham yesin demoqchiman. Biz liboy sharoitda yashab keta oladigan bolalarmiz. Qozonni o'zida yeyman, hozir ko'rasan. Niyat qozon o'zida emas, hozir solib beramiz. Mana, vot Shahruzga. Спасибо тебе большое. Biz o'tirib yeyaveramizmi unda? Ham sekin o'tirib ana ko'ramiz. Stol ustini arting azim, хотя бы nimadir ish qiling. Iltimos. Va motivatsiya bera olasizlar. Rayhon bitta ichib ko'r. To'kor. Bu yoqqa. Yeb beray. Qo'lga yuboring. Demak, уже vazn yig'ishni boshladinglar. Ha, xudo xolasa vaznni necha kilo yig'aman deb o'ylaysiz? Men 2,5 kilo bo'lyapman. Siz 2,5 kilo yig'asiz, qancha yig'asiz bugun? Bir kun davomida 4 kilo. 4 kilo yig'asiz. Rekord qo'yamiz. Siz necha kilo yig'asiz? Men 2,5 kilo menam. 4, 5, 6, 7, 9 8 kilo bo'lib ketadimi? Sizlar sizlarning ovqatinglar qanchada tayyor bo'ladi? Уже tayyor bo'ldi. Ana ko'kat sosi bor. Shuni nima qilyapsizlar hozir? Men yemaymi shu? Ha, yunetda? Merimi qotdi. Уже qilib bo'lgan. Уже bolalar ovqatlanadi, qizlarning ovqati hali ham tayyor bo'lmadi, bilmadim. Oy. Chota qorninglar oshga o'xshamayapti lekin bolalar o'rnida bo'lsa men tiqib tashirdim hozir ovqatni, realni. Kamgam xo'rayim, hamisha xo'rayim. Shoshgan qiz erga olishmas. Shoshgan qiz erga anaqa. Sal uyat lekin 3 ta qiz bitta ovqat tayyorlamasa, bu yerda bola ovqatlanib bo'lyapti. 3 ta qiz yo'qda. Tak, come on. Aytmasangiz-chi. Bizning ovqatimizdan shirin chiqadi. Bizani ko'kilib ketdi-da shunga. Shuni chiqardi. Sen shirin chiqdimi? Bizaniki mazali bo'pti lekin. Piyoz maydalab ketadi deding, qara. Ну, это Что это? не ешь. Не ем и так. Все не ешь. Yo, bala, shuncha ham qiyin ovqatlanishinglar sizlarni. Yo, sizlar o'yinning qonun qoidasini esdan chiqarmanglar.
ko'p ovqat yeb yutishinglar kerak bo'ldi. Ovqat yeysizlar, yutasizlar. Bo'ldi. Kam ko'p gapirguncha ko'proq ovqat yeylar. Yutolmaymiz-a? Yutolmaysizlarmi? Nega unaqa deyapsiz? Oxirigacha yeymizmi? Я нет, не смогу. Yo'mayapsizlar, bitta shuni yo'mayapsizlarmi? Men yeyman. Men xonam yeydi misol uchun. Men tuxum yomon ko'raman. Yutolmaymiz. Ishtirokchilarning ovqat tayyorlash mahoratini o'zingizlar ko'rdinglar. Agar sizlar ham ja shunaqa qoyillatvormasanglar, menga o'xshab muammo emas, chunki bemalol biz qorinni Street 77 ning filiallariga kirib to'yg'izib olsak bo'ladi. Ayniqsa menga pizzalar yoqadi. Bu yoqda bo'lsa ularni turi ko'p. Pizzalarning turiga keladigan bo'lsak, pepperoni, margarita, tovuqli, barbekyu va kombo. Men o'zimga bitta katta tovuqli va bitta katta pepperoni yetdim. Nafaqat pizzalarning turi, Street 77 da pizzalarga bo'lgan aksiyalarning turi ham tiqilib yotibdi. Pizzalarga qaranglar. Kelinglar endi ta'miga baho beramiz. Tovuq va qo'ziqorinlisi. Mazza-yu. Agar ko'chaga chiqib yeyishga erinayotgan bo'lsanglar, xavotir olmanglar. Uylargacha dastavka xizmati ham mavjud. Shunchaki Yandex Eats ilovasiga kirib, Street 77 pizza bo'limiga o'tib bemalol buyurtma ko'rsanglar bo'ladi. Videoni ko'rishda davom etinglar. Дубль 2, vazn yig'ish, поехали. Xo'sh, hurmatli obunachilar, demak, qizlar sizlar tayyorlagan ovqatingiz sizlarga yoqdi. Да. Biz prosta ovqatlandik, yo'q, so'ramaymiz bizdan. Sizlarga yoqdimi? Да. Ovqatchi. Okay, Shahruz CV har doimdek. Bilaman, hozir qorningiz to'q yoki ochmi? Lekin bu sevib olamiz. Eshitinglar, yaxshilab eshitinglar. Bolalar, qizlar, priz rostdan ham nerealniy, yutishinglar kerak. Yoki shu jamoa yoki shu jamoa, sizlar prям estaliga qolasizlar ancha-muncha muddat. Mana shu qarab gapirur. Ha. Shuni esdan chiqarmanglar, ancha-muncha uzoq muddatga sizlar xotirada qolasizlar. Davay. Bu juda muhim. Hozir sizlar ko'chaga yana bir marta ovqatlanishga chiqib ketishinglar kerak. Hozir men sizlarga ikkita zo'r narsa aytaman. Birinchisi, bu albatta sizlar shunchaki ko'chaga chiqib, hozir sizlar turk ovqatini, sizlar panosiy ovqatini yeyishingiz mumkin emas. Qiyinlashtiruv bor. Almashamizmi? Har bitta jamoaga bittadan shart bor. Kimdan boshlaydi? Kimning shartini birinchi aytadi? Bularnikini. Birinchi bolalar. Bularnikini. Qizlarnikini bilamiz, Ha, o'zi shart tanlamaymiz-da. Yo'q, shart aniq. Oxirgi payt tanlamayapsan hech kimmi? To'g'ri, bularning shartini aytaman. Unda men birinchi bolalarning shartini aytaman. Sizlar hozir ko'chaga chiqib, ovqatlanishingiz uchun sizlarning byudjetingiz 0. Sizlar o'zingizlar pul ishlab topishingiz kerak. Ha, seryozni? Qanaqa pul ishlab topish bo'lsa, hozir sizlarga aytaman. Kart raqam qo'yib. Yo'q. Podzemkalar bor. Ya'ni pastki proxodlar bor. O'sha yerda ashulet pul topish kerak bular. Oilamni boqaman deb любой ish qilishga tayyorman. Ha. Men seni oylaymanmi? Meni iltimos boq. Bo'ldi, boqaman. Do'stni do'st ekanligi. Ishing tushsa, ko'rasan. Shartlarni tushundinglar? Da. Sizlarning shartingiz bo'lsa, sizlarning ham byudjetingiz 0. Sizlar ham pul topishingiz kerak. Klubga. Yo'q, bugun emas. Sizlarning shartingiz, sizlar odamlardan pul so'rashingiz kerak. Voy, zo'r, klassno. Yo'q, bu hali hammasi emas. Iltimos. Shunchaki odamlarning joniga tegan o'zi hamma blogerlar so'raydi. Shunchaki ko'chadagi odamlarga borib, bizga pul bering, ovqatlanishimizga deyish mumkin emas. Borasizlar, bizga bitta shart bering, o'shani biz bajaramiz. O'sha men bo'ling. Zo'r shartim bor. Ya'ni kimdirdan borib, yo'q, shart bermayman, mana pulni o'zi desa ham olishingiz mumkin emas. Nimadir shart beradi, o'sha shartni bajarasizlar, keyin pulini olsanglar bo'ladi. Nech pul bersa ham. O'sha yig'ilgan puliga keyin sizlar ovqatlanasizlar. Yana 1-2 ming dollar pul berib yuborsan, anaqa qilib yubormanglar. Senga nima farqi bor? Qanaqa ovqat yeyish haqida bo'lsa, zo'r yangilik bor. Любой. Menda zo'r ideya keldi. Xohlagan Bekon olib boramiz. vaznni ko'p beradi degan ovqatlarni yeysizlar. Какой ideya keldi, ishoninglar. Qizlar jamoasi, bolalar jamoasi agar tayyor bo'lsanglar, 5 million so'm priz, vazn yig'ish final. Tak что bo'ldi, chiqarsanglar bo'ladi. Boringlar. Qolganini ko'chada gaplashasizlar. Ikkala jamoaga ham omad. Ko'ramiz endi kim yutadi, qanaqasiga pul topishadi. Menga bolalarning pul topish qiziq. Qayerda shul etadi bilmadim ular. Let's go. Biz hozir Magic City'ni podzemniy xotiga bormoqchimiz. Bitta bola bor edi, o'tgan safar ko'rib qoldik.
ashula aytadigan. Misol uchun men ashula aytsam, yoki Shahroz ashula aytsa, Azim o'ynaydi. Yoki Azim ashula aytsa, men ashula aytsam, bu o'ynaydi yoki men. Xullas shou qilamiz. Odamlardan maksimalni pul olishga harakat qilamiz. Qani bolalar? Ati! Babarim Salom. Bizda YouTube'da shou ketyapti. Здравствуйте. Sizlar bizga shart berasizlar, biz o'shani bajaramiz. Sizlar bizga qancha xohlasangiz, Ko'ngilinglardan chiqqancha. Da. Любой xohlagan shartingiz bizlar bajarishimiz kerak o'shani. nolli bo'yi quchoqlashib qo'yishimiz mumkin yoki rasmga tushishimiz mumkin. Kanaliga Kamol Qahorovnikida. Хорошо, давайте. Men sarasini yo'qlayman. Любой, вообще не farqo'yadi. Biz ovqat yeyishimiz kerak-da, o'shanga anaqa pul ishlayapmiz. Rahmat. Pochin bo'lsin. Voy, rahmat. Rahmat. Ko'rishamiz. O'zinglarni ko'rasizlar. Pul bersangiz, qo'shiq aytib beramiz do'stlar. Ham o'qiydi, o'qigan odam. Bizani pulimiz yo'qligini aka sezib qoldilar, aytayotdilar-ki, aka, sizlar pul bermanglar, mana shundoqga raspichatga tekin deb. Abdushi aka, Abdushi rahmat. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Ismingiz nima, ismingiz? Videoga salom aytib qo'yasiz, vaziyatdan foydalanib. Aka bitta qo'shiq aytaylik siz bilan. Nochu nyadilsa под забором. Черти окрестили меня вором. Мать родная назвала романом. Ай, мамаджан, вот такая доля воровская. Теперь я иду по планам. Qo'shiq aytib berishimiz necha pul edi? Tekin, bas 50 ming so'm. Mana qo'shiq aytib berishimiz 50 ming so'm. Aka, borini bering. Серьезно? Серьезно. 100 ming berdingiz bizga qo'shiq aytib berganimizga. Ha, 50 ming. Qolsangiz 100 ming. Aka 5 oling. Abdushi rahmat. Pochin boshlandi. Aka rozi bo'ling lekin. Rozimisiz? 5 oling mana Murskoya. Bizga bugun pul topishimiz kerak, yana 450 ming so'm qoldi. Barakamizni Alloh barakasin. Assalomu alaykum. Uzr, sizni bezovta qilamiz. Bizda YouTube kanalida shou. Sizlar bizlarga shart bersalaring, bizlar shartni bajarib, sizlar bizlarga xohlagancha pul berasizlar. Bizlar ovqatga pul yig'amiz. Masalan, Instagramingizga like bosishimiz mumkin. Yoki rasmga tushib. Da, yoki rasmga tushishimiz. Bo'ladi. Hammamiz bilan birgalikdami? Ikkinchi pulimiz. Assalomu alaykum. Salom. Qo'rqmang, yeb qo'ymayman. To'xtang. To'xtang, yeb qo'ymayman. Qaq ketyapsiz. Bitta. Nolani? Salom. Endi siz bizlarga pul berishingiz kerak. Pul bermasangiz bo'lmaydi. Rahmat. Bizda yana 10 ming bor. Sizni qanaqadir shartingizni bajarib, bizga ko'lingizdan chiqargancha 10 mingmi, 5 mingmi pul bersangiz, biz ovqat yeymiz-da, keyin ovqatga pul kerak. Podpiska tashlab qo'ying dedilar, mayli. Addushi podpiska tashlab qo'yaman. Нет, конечно. Bu opaliging kartaga tashlamoqchi. Qalaysiz? Karta bering. Qalaysiz? Karta 9860. Ana biz hozir YouTube'ga video olayotgandikda, siz menga qanaqadir shart bersangiz, rasmga tushishmayli nimadir, men sizga shartingizni bajarsam, menga pul bera olasizmi ovqat yeyishga? Yo'q? Rahmat. Bo'ldi, majbur qilmaymiz. 15 ming tashladilar. Itava bizada hozir 25 bilan. Menda naqd bor-da, mana. Ha, Mana 15 ming. 15 ming. Mana shuni qo'shib yuboraylik. Shunda kartadagi pul menda bo'ladi. Хорошо. 45, 46. 46 ming. Biz podjetni xod topdik. Hozir men qog'oz ushlab turaman. Shou baletni bolalar qiladi va almashib odamlarning kayfiyatini ko'taradi. Shou baletni bolalar qiladi. Shou balet, almashdom, ana. Almashdom, Hamma ana. qiladi, hamma. Hamma yetadi, hamma pul ishlaydi, hamma yutadi. Bir safar men ushlayman. Kengashda siz ushlaysiz. Undan keyin Shahroz ushlaydi. Endi to'g'rilab olmadi. Voy, boshidan, ishlaring boshidan. Almashib gap bormi, yo'qmidi? Xo'sh, o'rtoqlar, men ham hozir ko'chaga chiqib oldim, chunki bilasizlar, har doim ishtirokchilarning oldiga borishim kerak. Hozir birinchi bo'lib biz bolalarning oldiga o'tamiz va ko'ramiz ular qanaqasiga ishlaydi, qanaqasiga pul topayotganligini. Let's go, birgalikda ko'ramiz. Ketdi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qo'llaringiz muzlab qolmadimi, aka? Biz hozir pulsiz qolib ketganmiz. Gitara chalib bersangiz, biz ashula aytib pul topishimiz kerak. U pulga 4 kishini qornini to'ydirishimiz kerak. Shu yerdami yo odam tepada ko'p bo'larmikan?
Mashqda ket. Hozir bitta patok keladi, men patokka ushlayman. Bolalar, assalomu alaykum. Men bitta o'qinglar. Bitta o'qing. Chiqadimi yo'q mana shu bolalar uchun. Adushistdan. Ashu zakaz qilasiz, aytib berishadi. Da, ashula aytib beramiz. Davay, oka. Pulgari it lekin borib. Do'stni do'st ekanligi ishing tushsa bilarsan. Хорошо, bo'ldi, oka. Joningiz sog' bo'lsin. Ocha derazangni Ha. sen kulib oy nurida eslarsan o'shan kun. Oka, bitta o'qib ko'rmaysizmi? Senga yulduzlar ustingdan Esingdami seni? qish kunlari sovuq shamollar uchirar qorlarni shu kunda biz tanishdik. Yaxshi bolalarga chiqmaydimi? Pul kerak Realni kerak emas. dayam yosh Bitta zakaz qilinglar shuni, zo'r qilishadi bolalar, oka? Bitta zakaz qilinglar shuni. Aytib berishadi. qalam voy bilan men uni sevaman oyijon. Bu yoqda o'xshamadi ozgina, sal qattiqlik qilishdi. Endi tepaga chiqib harakatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Пожалуйста. Блин, Kamol, o'ldiraman seni. Там девочки идут. Вот. Qizlarni puli yo'q. Ular слишком yosh, ular yosh. Studentlar. Zачем? И так вечера studentlarning puli yo'q. O'zlari obed qidirib yotibdi Seulmunda. Bizlar orqasidan kelib 10-15 ming berib turing deymiz. Nahosi ko'p qizlar ko'p boladan ko'proq pul topadi. No, to'g'ri, bu to'g'ri. Muncha tez yurasizda. У меня мелкий ножка. Pul yig'ishimiz kerak ovqatga. Bitta rasmga tushasiz men bilan, istoriyangizga qo'yasiz. Men qarang, yo'q. Istoriyangizga 1 soatga qo'yasiz. 1 soatdan olib tashlaysiz. Bo'ldi, men tushunaman. Bo'ladimi? O, necha pul berasiz? Mamnaqa bor. Ovqat olib berish kerakmi yoki pul berish kerakmi? Ovqat pulni bering. 50 mingmi nechi? Bo'ladi. 50 mingmi davay. Davay. Kamol! Qahorov! Yo'q, уже oshibdi. Ja, oshirib Da. Shu tashab bersangiz, airdropdan bittasini tashab bering. Kim Kamol aka bergan bilasizmi? Da, Kamol Qahorov. Mana halol topgan pulim. Bolalar, assalomu alaykum. Qanaqasizlar? Men yozib bitta o'qinglar. Mana shu bolalar o'zi xizmatinglarda. Bitta pul tashlasizlar, zakaz qilasizlar, berishadi chiroyli. Pul lekin garit aka, assalomu alaykum. Qiyin ish emas. Prosta zakaz qilib bo'ldi. 5 ming, 10 ming, 20 ming. Ketadimi? Pochin bor. Pochin. Opa, 20 ming. Qo'y. Garajala ey Oka, sizlar ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Chiqadimi pul oldinglarda? Chiqadimi общий tashlashib ko'rsanglar bo'ladi. Кричали хором, Марин будет вором, доля воровская. Вы можете заказать песню? Qo'shiq aytib beramiz debdi. Turkcha bilasizlarmi bolalar? Turkcha. Bilamiz turkcha. Pul bormi? Pul bo'lsa bu tilni bilamiz. Bu akşam olurum. Benikin sen tutamaz. Ya stop. Zakaz berishsin. 5 millet qo'ydinglar. Eng qizig'i do'yla, odamlarning ko'pligini qaranglar. 10 ming so'm beraman, mayli 10 ming so'm. Va eng qizig'i gitarachi ham topishibdi, gitarachi. Qaysi shular? Samandar, turkchami? Bolalar, kelinglar, turkcha. Turkiyadan biz buni olamiz. Bu akşam olurum. Beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsan, yıldızlar tutamaz. Bir çurum gibi düşerim gözlerinde. Gözlerin beni tutamaz. Kabusun alal olurum. Düşler. Xo'p, bolalar, короче, 3 kishi, 4 kishi pul berib, zakaz qilsanglar bo'ladi shular. Shu bolalarning o'zi sizlarga xizmatinglarda. Chiqadimi? Odamlar to'planib ketganini qaranglar, o'rtoqlar, odamlarni. Hozir menimcha bolani olib ketib qolishadi deb o'ylayman, militsiya olib ketib qoladi hozir. Odam ko'pligini qaranglar, yo'q. Aldamadim bo'lsin, aldamadim. Aldamadimmi? Aldamadim. 100 mingga aytamiz shularni. Yo'q, 20 mingga aytmaydi bu. Hozir kerak pul. 20 ming aldamadim bolalar. Ana, oxiri bola tugadi. Yo'q, hadi qanday yaxshisi 7 ming pul. 5 ta shular, aka. Nima? Hozir aytdim olib ketib. Ana, ichadi-yu, shular yerda nima qilibdi? Kim aytadi? Har doim ichadi yo'q. Hech kim aytmaydi bu yerda. 5 ta shular, aka. 5 ta shular, aka. Nima? Hozir aytdim, olib ketib. Ana, ichadi-yu, shular yerda nima qilibdi? Har doim ichadi yo'q. Hech kim aytmaydi bu yerda.
qaysidir realniy blogerga qilib qanaqadir shart so'rab. Allo, Ahror, qalaysan? Привет. Qara, hozir Kamolning syomkasidamizda. Вот втроем скажите, что Ahror Alixonov самый лучший. Uchalamiz aytamiz, Да, Ahror вот Alixonov. хором, чтобы вы сказали, Ahror Alixonov самый lучший Chao, zrитель. videoni senga tashlaymiz, izdan bizga qancha tashlashang o'shancha berasan. 100 so'm beraman, xudo xolasa. Bo'pti. Ahror Alixonov самый лучший. В общем, siz bizlarga shart bersangiz, men Dudosh Rayhon, bizlar o'sha shartni bajarsak, siz bizlarga pul tashlab bera olasizmi? Qo'lda yurib ber. Qo'lda? 1 million tashlab beraman. Ha, qo'lda yurib ber, 1 million tashlab beraman. Dudoshdan oyog'ingda ushasan, sen qo'lingda yurib ber yerda. Dudosh oyog'imdan ushlaydi, men qo'limda yurib berishim kerak. Ha, Dudosh oyog'ingni ushab turadi, ko'tarib turadi, sen qo'lingda yurib berasan. 1 million. Ровно 5 metr. 5 metr, xo'p, tushunarli. Xo'p, hozir qilib beramiz, video tashlab beraman sizga. Давай. Xo'p. А теперь шумит зима. Bolalar, shu zakaz qilasizlarmi? Тебя. Bolalar, assalomu alaykum. Kelar, pullar yo'q, Shunday shu zakaz qilaylik shu bolalarga. Ashula zakaz qilamiz, aytib beramiz. Xohlagan ashulazni sizlar uchun cho'tki qilib berishadi. Расслабонный, romantik. Liboy summaga. Mana ladies and gentlemen. У нас aksiya O'zbekiston bo'ylab. Ashula aytib beramiz. Liboy summaga, liboy sum. Bolaga ashulalarni aytib beramiz. Alloh yo'lida bitta. Iltimos. 5000mi, 10.000mi? 10.005 ben to'xtashdi mana. Mana 5000 so'm, 5000 so'm. Klassический spортивный ashulalar. Bitta 5 oling siz, 5 oling. Qarang mana. Nima o'shani eshitgansiz oxirgi marta o'zbekcha. Ruscha farqi. Quralaymi? Quralaymi? Stop. Mana shu ashula uchun mana shu bolalarga nech pul bera olasiz? Hammamiz beramiz sizlar. 10.000 bering aka. Quralay jonli ijro. Aka, quralay. Yana 10.000 qo'shing, mayli onasiz endi. Yana 10.000 qo'shing. 10.000. Voy, 20.000 ber. Voy, Alloh rozi bo'lsin. Quvvatdi. Yonam o'zi ne quvvatdi. Hayolida bir nimalar rashqotidan yondiryapti. Ha, quralay. Mushman boshqasini, yo eslarman eskisini. Yurarmishman yallo qilib, jonimdan to'ydiryapti. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Jahli chiqdimi? Bitta. Aka, Keling, 1 minut vaqtingizni ajating, aka. aka, tuzumisiz keling. Yo, cho'tki ashula bor aka. Akalar 5 oling, rozi bo'linglar. Atrof kontentni ko'rasizlar bu yog'ini. Ashulalar bu, ashulalar. Assalomu alaykum akalar. Zakazga liboy ashula keling aka. Keling, aka, 1 minut. Ketmang unaqa, aka. Mana, aka, Keling. oling. Qaysi ashulani yaxshi ko'rasiz? O'zbekcha. Ayting o'zingiz. Qaysi ashulani yaxshi ko'rasiz? Yo, biz aytib beramiz. Biz aytib beramiz, siz aytmaysiz. Liboy, yaponcha ham bor. Pul bormi? Davaychi. Qaysi ashula? Oldin ayting, qaysi ashula? Qancha ataganingiz bo'lsa bering, bo'ldi. Qimmatingiz 100 ming bo'lsa ko'zimdan yosh chiqadi. 100 ming bo'lsa raqsi ham bor. Raqsi ham bor 100 mingga. Qo'shilinglar orasida endi. Nimaga aytsizlar? Liboy, Shine Black laka diamond ham bor aka. Ummonni nech pul bera olasizlar ummon uchun? Qancha bera olasizlar? Shu bolalarga, ko'zi qoralarga. Qancha bera olasiz aka ummonni? Yorib qo'yadi. Sizchi? Yo'q demanglar, aka. Bering aka. Karta emas, naqd. Karta qilmaylik aka. Naqd yo'qmi? Naqdingiz yo'qmi aka? Aka, sizda bor-ku. Va 5000 ummon ekan. 5000 ga To'xtanglar, ummon uchun 5000 ataganinglar bormi? iloji yo'qmi? Mollar sizlar bera olmaysizlarmi? Ana, davaydilar. Hop. Qani, kim? Pulni o'sha. Ber. Siz qancha bera olasiz? Ha, qo'shib yuboring onasiz endi aka, qancha 10 ming bo'lsa ham qo'shing. Sizchi aka? Bering. PPX keldi. Davay, ummon tezroq uraylik, PPX keldi. Qanday unutding? Ket aka. Nega jimsan ayt? O 7-qavatda qolib ketdi yuragimni parchasi. Aha. Tugaganda hammasi. Zo'r. Aka, boshqa notaga yo'q. Hayolim senda. Yodimda biz Soling, yodimda biz yo'q, iloji yo'q. Odamlar o'rta yo'q, pul yo'q. Qizlar, to'xtanglar. Qaranglar. Xohlagan ashulalarni
aytib beradi, mana shu ikkalasi, men ham qo'shib beraman. Qancha bera olaysizlar? Necha puldan bera olaysizlar? Hal blogerida. Да. Мы по 5 тысяч. Это же вообще мало. Давай, 5 тысяч. Давай, какой весь год? Давайте last Christmas. 5 mingdan beringlar. Xo'p, qaranglar, 15 ming berdi. Nima? Iceberg ketdi. Хотите Берси? Берси! Отойди! Я войду! Yaxshi. Хотите другие песни на русском? Okey. Убегая от судьбы. Убегая от судьбы. Ты не скроешь свои глаза. Там когда-то были мы. А теперь шумит зима. Все вместе давайте! Убегая от тебя. Ты идешь в глухую даль, а я целуя другую, вспоминаю твои глаза. Yes, ketdi. Rahmat, спасибо. Rahmat. Ну дождь. Doktor. Давай. 5 metrda. Все. Voy Shokir aka o'ldiraman sizni. 141 ming xalqdan, 100 ming ahrordan, 1 million Shokir akadan. И общий 1 миллион 241 мing. $100. Я думаю, что Kamol $100 topdingiz. Все, biza bo'ldi, ketdi ovqatlanishga. Qayerga boramiz ovqatlanishga? Любой joyga bora olamiz hozir biza. Shokir aka, butun komanda bilan sizga rahmat. Adashing. Biz endi ovqatlanishga boramiz. Qatga borganimizni ko'rasizlar. Bolalar shu aytishdi, men pul yig'dim. Hozir endi qizlar o'ylayman qancha yig'gan. Biz nasibamiz. Qo'ydan mashta pulni sochib kelishadi. Qani hisoblaylar-chi? Mana Ramos Kofte Gold kartasi bor. Bu degani nech pul ovqatlansa 50% skidkasida to'laymiz. Bu hammasi o'ylangan aziz do'stlar. Mana har doim yonimda yuradi. Bu spetsial nima kimlardir olib qo'yganim yo'q. Har doim yonimda yuradi. 22 ming, 422 ming so'm pul yig'amiz. Har kun ko'chaga chiqib topsa. Shunaqa narsalarni zakaz qilishimiz kerakki, bes bersin, lekin ular qimmat bo'lmasin. Chunki Kamol aytdi menga, kelayotganda o'zinglar o'tirib yeb o'tirishlik narsa olib olinglar magazindan deb aytdi. 100 ming olib qo'yarganmiz, 100 ming 150. O'rtoqlar, xullas bu yoqda 217 minglik narsa yedi. 50% skidka bilan 217 ming bo'ldi. Hozir endi ortgan pulga nechta pul qoldi? Bilaman, 2000. 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. No, 200 mingla qolibdi-da. 200 mingla qolibdi, 202 ming qolibdi. Bu pulga biz sneyker olamiz, to'g'rimi? Ajoyib bo'lgan sneykerlar va olamiz. Suv bu ichishga. Perexod. Let's go. Hop, ishtirokchilar o'tiringlar hammanglar, chunki Samandar shoshilish kerak. Qizlar o'z vaqtida kelishdi. Sizlar kechikib qoldinglar. Hammaga atiga 5 minut vaqt beriladi. Sizlar vaqt yetmadinglar bizga. Mayli, uspet qilamiz hammasini. Nima aytilaring? 217 ming Ramizga kirib 50% skidkam bor edi mana. Kartochkam ko'rsataman. Mana 50% lik skidkam bor. Ha, bu anaqa. Mayli, bizlar $100 ushladik. O'rtoqlar, 5 minut vaqt qoldi. Mana 5 minutga o'yin tugaydi. Tezroq yeylar. O'pti vaqtga qaranglar. Mana 54 bo'ldi. 19:54, ровно 20:00 da video tugaydi. O choynadan ketdi ana. Lekin men ham shunaqa ichib bergan bo'lardim. Ne, я вот с этого же, я Rayhon. Yo, nimalar olib keldinglar? Bo'ldi, yesanglar-chi uni. 5 minut vaqt berdingiz, nimani yeymiz? Ochib yeylar o'shani vaqt ketdi. Bir narsamizni yeb qo'yganmiz anaqada. Dosh bo'ldimi? Men yurib turing. Yo'natda qalay bor ahvollar. Final nima? Yo, sizlar final oson bo'ladi deb o'ylamadinglar. Normal. Chidaydi. 4 minut qoldi. 4 minut. 2 minut vaqtinglar qoldi. 2 minut. Dudos, sindingiz jigarimiz, siz kela qoling. Я первая. 2 minut vaqt. Сразу приготовьте, пожалуйста. Yutqizdingmi? 24 soat vazn yig'ish
necha millionlab prosmotr to'plagan videolarimiz va nihoyat finalida qaysi jamoa g'alaba qozonishini va glavniy prizga qaysi jamoa ega bo'lishini hozir ko'ramiz. Hozir endi aytasizmi, hozir qachab ayting? Yo'q. Glavniy priz nimaligini? Dudosh nega paket tayyorlayapti o'rtoqlar? Nima deb o'ylaysizlar? Anta tualet bor qolasin. Нет. А ты сильная. 1 minut vaqt qoldi. 1 minut Dudosh. Dudoshka 1 minut, Dudosh. Ey, mani yuch bandasiga emas. Tayyor bo'lsanglar kelinglar. Birinchi kim vazn o'lchamiz? Man. Qizlarni. Hop. Nima? 63-20. Bo'ldi, qoch. 49 nechi? 45. Ha. 49-45. Endi Rayhonmi. 52. Endi Bolla. Kim birinchisi? Man. Hop, Azim. 62-60. Qanaqasiga? Telefonimiz bor edi. Telefoningiz bor edi boya ham. Okey. Nizamo 74-80. Nima? Qanaqasiga? 61-40. Men вообще весь yig'mayman. 61-40. Ha, net. 57 deysan. 59 edi. Hop, qaranglar. Menda hammasi yozilgan. Hozir sizlar bemalol joylashib olinglar va men umumiy natijalarni hisoblab aytaman. Davayda joylashib olinglar. To'g'risi men juda hayajonlanyapman, chunki bu safar qizlar ham juda ko'p narsa yedi. Oldilari bolalar yutgani aniq bo'lardi. Hozir birinchi qiz bolalarni umumiy vaznini yaxshilab hisob-kitob qilaman mana kalkulyatorda. Qizlar o'yinning boshida 157 kilogramm bo'lgan ekan. 157 kilogramm. 164, 60. Hop. Una qarame. Birinchi glavniy prizni aytmoqchisan. Endi videoni oxiriga. Priz etiya. Birinchi o'rinni priz etaman. Albatta priz bu 5 million so'm. Ya'ni mana ko'zinglar oldida turgan 5 million so'm. Hech qaysi o'zbek YouTube'ida qo'yilmagan priz va hattoki bizga ham hech qachon bunaqa priz qo'ymaganmiz. Va imенно sizlar bloger bo'lganingiz uchun bu qimmatbaho priz deyiladi. Kamol Qohorov YouTube kanali va har bitta YouTube kanalda shapka profili bo'ladi. Mana bu yerda shapka profili bor, rasm. Da, mana bu yerda shapka profili rasm. Va yutgan jamoani ishtirokchilarini rasmi shu yerda qoladi. Hop. Ya'ni masjidda ura! Yo, mana primerna 6-7 oy o'sha yerda qoladi. Aniq. Ya'ni biz bir haftada almashtirmaymiz. Hamma taniydimi meni keyin? O'yinning boshida qizlarni vazni 157 kilogramm 100 gramm edi. Bolalar jamoasini hisoblashni boshladingizmi, jigarim? Yo'q, mumkin emas. Bolalarni vazni 187. Ne, o'zi shunaqa edi. 0. Ha, 187 kilogramm 300 gramm o'yinning boshida. Umumiy bolalarni yig'gan vazni 194 kilogramm 800 gramm. 10 kilo yig'ganmi? Yo'q, 187 edi boshida. 8 kilo yig'imiz plus minus. Qizlarning vazni bo'lsa 164-65 gramm. Bu degani o'yinni natijasiga ko'ra qizlarning umumiy yig'gan vazni 7 kilogramm 550 gramm. Bolalarning umumiy yig'gan vazni 7 kilogramm 300 gramm. 200 gramm. 200 gramm. Bularga vaqt yetmay qolgani, bularning minusi bo'ldi. 200 gramm. Qizlar sizlar kelishlardan oldin real ovqatlan. Men 1 litr suv ichdim, ya'ni seni yoningda yarimta choynik suv ichdim. Men quvvati qusib tashladim. Potom 2 ta kola ichdim. Azimni qaranglar. Raqobat ko'rmayapmanmi? Yo'q, to'xtang. Mana real bu pulni nima qilasizlar? O'zingizlarga qoldirasizlarmi, bo'lasizlarmi? Bo'lam. Bularga ham beramizmi? O'tgan Yo'q, safar bu pul sizlarga emas. Chunki bolalar 12 kilogramm yig'gan. Hey, to'g'ri! Raqobat qilmayapman. Voy, raqobat qilmayapman.
Qilasan, voy denemiz. Ay, Toma, ay, Toma. Bu albatta qizlarga bo'lgan prank edi, chunki bolalar 194 emas, 198 u 800 gram yig'dinglar. Hayron bo'ldim. Men 4 kilo, bu 4 kilo, bu 4 kilo yo'qotdi. Rayhon qalaysan? Nima bo'ldi Rayhon? Rayhon. Bo'pti, bizga 500 mingdan beringlar, yetadi. Bir sim beringlar. Komol bo'lamiz deganda hech qaysi biri ha demadi. Kamol bo'lamiz deb hech qaysimiz ha demadi, faqat yunka aytdi. O'shaning uchun yunkaga beringlar. Yo'q. Yunkaga rahmat deb qo'yamiz. Aytib qo'ymoqchi edingiz. Bu iski kuruk jamoasida qoladi. А еще я вам киндер подарила. Вы не скажете. Shu kinder olib beramiz. Olib beramiz kinder. Pinder hammasi olib beramiz. Tinder ham. Hammanglar ishtirok etganinglarga kattakon rahmat. Da. Finalida o'ylaymanki haqiqiy final bo'ldi. Bular ham 8 kilogramm yig'gan pashti. Bu ham katta natija qizlar uchun. Qizlar uchun Da. Respekt. Lekin sizlar shans bermadinglar. Demak, vazn yig'ish videomizni finalida g'olib bo'lgan jamoa bu bolalar, ya'ni Uski Kruk jamoasi bo'ldi. Yana tanish bilish demanglar, tipo o'zingni Uski Kruk dasan deb yo'q, bolalar haqiqatda yutishdi. Qizlarga ham ishtirok uchun rahmat va bu 5 million so'm va hozir ham kanalga kirib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Imенно kanalimiz shapka profilida mana shu 3 ta insonni rasmi turibdi. Asad. Demak, o'rtoqlar, juda ham ko'p mana shu vazn yig'ishni juda ham ko'p soni chiqdi. Millionlab prosmotrlar bo'ldi. YouTube'da yaxshigina shov-shu bo'ldi. Juda ham ko'p blogerlar ishtirok etdi va mana bugun o'zida ham ko'rdinglar. Yaxshi emotsiya bera oladigan umiddaman. Endi vazn yig'ish bu 2-sezonining finali edi. 3-sezonni olish aslida niyat yo'q, lekin agar mabodo mana shu videoda нереальный количество anaqa like etaman, ya'ni imkon yo'q uncha like qilishni, bu 200 mingta like. Aynan mana shu videoda bo'ladigan bo'lsa, unda biz vazn yig'ish videomizni kattaroq 3-sezonni boshlab kattaroq masshtabda davom ettiramiz, lekin aynan bugungi video shuncha like yig'a olmasa, demak bilingki, vazn yig'ish sizlarga yoqadigan rubrika shu bilan tugadi o'rtoqlar. Va legendalik ishi qoldi. Didosh kayfiyati yo'q. Mana shu prank kerakmi? Prank kerakmi? O'rtalunda hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Komol Qo'xorov kanalida bo'ldinglar. Tez kunda yangi videolarda ko'rishguncha charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.